3 parti video syomka qilamiz. 3 parti video syomka qilamiz. Bundan keyin kashtarlar, undan keyin sariq variantimiz bor yana Edilboy. Mana mo'jizani qarang, yana mo'jizani. Mana qo'shlarni qarang, qo'shlar. Bular ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz, na bo'g'oz. Mana shu sizda 30 ta 40 ta qo'y chiqaryapti turgan bo'lsa, imkoniyatimiz shu o'sha syomkada ko'rgan akalar 100 tagacha sotilyapti haftasiga. Hurmatli tomoshabinlar akalar, bo'g'oz qo'ylardagilar zo'ridan qo'y qilishga qidirib yurgan akalarimiz uchun xudo xolasa bugungi video syomkamiz maxsus bo'ladi. Inshaalloh bittadan like tugmachasini bosib qo'ying aka, sizga ham nasib qilsa inshaalloh. Xudo xolasa biz chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Like'larni bosib videomizni oxirigacha ko'rasizlar. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozori YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning seshanba kuni 24-iyun 2025-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani akalar xudo xolasa Saroy qishloqdamiz. Eng qo'ylari zo'rini olib keladigan Tursunar akamizni qo'y firmalariga yana keldik akalar. Yangi partiyalarimiz kelgan, oldi akalar tuqqan xudo xolasa naq bo'g'oz qo'ylarimizdan kelgan. Xudo xolasa bular chiroyli syomka qilib beramiz. Qo'llab-quvvatlab, like'larni aka bitta like bosib qo'ysangiz sizdan hech narsa ketmaydi akalar. Mana shu burchak like tugmachasi bor, bitta bosib qo'ying. Videoni maza qilib oxirigacha tomosha qiling akalar. Xudo xolasa bugungi chiqarishimiz qo'ylarimizni Tursunar akamiz bilan chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum. Ahvol yaxshimi? Keling, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Obunachilar, hammalaring yaxshimi? Xudo xolasa mana shu yangi qo'rangizga o'tganimizdan beri qo'ylar zo'rini olib kelyapsiz. Xudo xolasa. Bugungi obunachilarimizga ham chiroyli qilib beramiz. Juda ham qo'yingiz bo'lsa kelyapti, ketyapti. Obunachilarimiz rahmatni aytishyapti. Xudo xolasa. Beramiz yo'li bilan qilib. Bugunga nechta chiqaramiz? Bugunga bir 40 bosh chiqaramiz. Hozir birinchi partiyamiz 19 bosh. 19 dona akalar. 18 ta bo'g'ozi, bitta bola boqqani bor Alisher. Aha, 18 ta bo'g'oz. Bitta bolada yangi ajragani bor. Qaysi biri bola boqqan? Mana hozir mana shu novcha qo'yimiz bor bitta. Mana. Qo'ylar akalar. Mana bu qo'yimiz. Mana. Shu bittasi bola boqqan. Kecha sotib berdik bolasini. Yelini bilinib turibdi akalar, xudo xolasa. Endi yaxshi qo'y qilaman degan akalarimizga ichiga bitta ham qo'chqor qo'shib qo'yasiz. Xudo xolasa bu qo'y ham akalar yaxshi qo'y ekan lekin. Tursun aka bu 19 tami bu? 19 bosh. Hop, buni ma'lumotini sekin-sekin beramiz. 3 parti video syomka qilamiz. 3 parti video syomka qilamiz. Bundan keyin kashtarlar, undan keyin sariq variantimiz bor yana Edilboy. Hop, bular 2 tishdan 6 kurakgacha. 2 tish, 4 tish, 6 tish variantlaridan. Xudo xolasa Tursun aka qo'ylarni yaxshisidan kelibdi. Xudo xolasa. Obunachilarimizga beraylik, chiroyli qilib. Hozir beramizda, endi buni nima qilamiz? Buni sotamiz, mahsulot sotishda. Endi mahsulot sotish buni. Boqish emas. 19 tasini ichida xudo xolasa ichida yosh kattasi yo'q haligi bir. Yo'q, eng kattasi 6 tish. Hop, shak asosan 2 tish, 4 tish qo'ylarimiz. Asosan 2 tish, 4 tish akalar mana shu oq qo'yga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Mana. Qo'yga ham bitta meta tashab qo'yingchi. Bir hali oq qo'yganimiz rosa so'rog'ich ko'payib ketadi, o'shalarning nimasiga 90 qayda qolib ketyapti. 90 dan baland akalar, 90 pilis. Qo'yavering. Mana bu ham shunaqa. Mana bu 4 tish. Mana qo'ylar akalar rangiga ham ahamiyat berib qo'yasiz, lekin hammasini ko'radigan bo'lsangiz mana yerillab yotibdi akalar. Hammasi yerillarni qo'zg'ab qolgan. Xudo xolasa bo'g'ozga garantiya. Garantiya. Xudo xolasa u so'z javobi buni. Hop, buni bo'ybaslar qanaqa chiqadi? Ular uka ana shu 90 bo'lsa 85 plyus qolishaveradi. Mana shu ham bu ushlanchi. Mana shu beg'i bordi ham. Ishlarini ham orada ushlagan qo'ylar ko'rsatib ketdinglar. 85 plyus qolishaveradi qo'ylarni. Mana qo'y. Qani. Turursiz, turgan holatda buncha. Hop, bu ham 85 plyus 90 ga yaqin ekan-da. 90 ga yaqin. Mana tishlari. 4 Mana birkalari. Xudo xolasa boshladi endi xudo xolasa. Hop, Tursun aka endi buni qarang. 19 tasini obunachilarimiz yengil-yengil qaytasiz. Ha, yengil. U buni yakkalabga ham ko'p olishyapti obunachilarimiz sizdan. Shunaqa, ha. Hop, buni yakkalabga bitta optim narxini chiqaraylik, keyin yakkalabga ham chiqaraveramiz aka. Xudo xolasa yaxshi qo'y qilaman, o'zim sog'liq qilib, qo'chqorni har yil akalar zo'ridan qo'shib, o'zim yaxshi zot qilib chiqarib yuraman degan akalarimizga barakali qo'ylarimiz aka. Ranglarni qarang, jonivorlar, ranglarni ajoyibligini. Xudo xolasa akalar like bosishni hali ham bosmagan bo'lsangiz bitta bosib qo'ying. Narxni ko'p tushlanchi. Ushlavar, Azbek o'zing ushlavar. Jonivar. Qo'yga kelgan yigitlarni ishlatma. Ushlang. Ko'p. Mana mo'jizani qarang, endi mo'jizani. Mana qo'shlarni qarang, qo'shlarni. Qo'shlarni qarang. Shunda irg'ib chiqqan ekan, qo'yda. Agar buni ushlab, mana shundan bir o'lchab qo'yaylik. Eng kichkinasi-da bu.
80 plyusmi? 85 ga beramiz. 80 davring mana. Tishini ko'rsatingchi. Mana shunaqa serob uka. Endi ekchi ko'ryapti. Mana shunaqa Qo'zda. serob. Qo'zda endi ekchiga chiqyapti ekan akalar. Yana to'rtburchaklarni qaramaydim. Xudo xolasa bu ham lapillab qolibdi Ha, inshaalloh. hammasi bu o'sha bittadan tashqari hammasi bo'g'ozim. Buni qancha deysiz endi Tursun aka? Buni bir joyga olsa 6,5 million so'mdan Alisher. 6,5 million so'mdan. O'tib ham Yakkalabga beramiz. kelishamiz. O'tib ham beramizmi buni? Ha, u xayri bo'ladi, endi sunnatiga o'tiladi-da. Endi baribir akalar to'g'risini aytganda shuncha paytda ham qo'l chiqarilayotgan bo'lsa, aytgan narxga sotilmaydi akalar, savdosini qilib olasiz. Bitta olasizmi, ikkita olasizmi? Nechta olsangiz ham, kurib olsangiz ish yengilroq ko'chadi akalar. Xudo xolasa. Alisher, Allohga ming qatla shukr. Mana shu sizda 30 ta 40 ta qo'y chiqaryapti turgan bo'lsa, imkoniyatimizda o'sha syomkada ko'rgan akalar 100 tagacha sotilyapti haftasiga. To'g'risi, u hech birovda qaytarganimiz yo'q. Buni hijolat olmay telefon qilishaversin. Endi baribir buni misol aytgan narxga sotilmaydi. O'tib beramiz-a, Tursun O'tib aka? beramiz, endi o'tib beramiz. Demak, hurmatli obunachilar, 6 million 500 ming so'mdan telefon qilsalaring o'tib beriladi. Asosan qo'ylar akalar yoshi 2-4 tush. Xudo xolasa savdosini qilib oling akalar. Telefon qilsalaring kelishilaveradi. Bu optim narxga. Lekin qo'ylar aka jasad juda ham katta. Yirik ekan lekin. Mana qo'ylar qarang. Xudo xolasa yaxshi kuchlisini olaman degan odam telefon qilsa, ishlari bitadi akalar. Chunki ko'pchilik bunaqa qo'yni qidirib yurgan odam ko'p akalar. Xudo xolasa shu yozdan chiqib akalar agar bittadan qo'ziqni qo'yadigan bo'lsa, yaxshi boqsalaring akalar qo'chqarni yana zo'rini qo'shib qo'yaverasiz. Hurmatli tomoshabinlar mana. Kech kuzga borib qo'chqarni zo'rini qo'shib qo'yaverasiz yana. Tursun aka, bu dastavkalarni qilib berayotganmiz. Dastavka qilib beramiz. Dastavka. Endi buni ichida pilusi ham bor, minusi ham bor-a? Ha, shunaqa. Endi mana hozir endi Alisher buni aytib o'tish kerak. Mana shu bo'lyapti turgan savdosida. Mana shu oq qo'yimiz bilan mana shu oq qo'yimiz bilan mana bu Qirg'iz birkadagi qo'yimiz ikkovini 14 million so'm so'rashyapti Toshkentga. Endi shunaqa, buning ichida biz aytgan pulda ancha arzoni ham bor, balanti ham bor. Endi xullas akalar telefon qiling, krupnisiga ketib bo'lsa ichida ketaveradi. Yakkalabga kelishilaveradi akalar. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqarsa, keyingi partiyamizga kashtan svetlari chiqadi akalar. Qo'ylarni xohlasangiz oling, tavsiya qilaman akalar mana shu qo'ylarni. Yeb ichari sog'ligi birinchi o'rinda zo'r, garantiyasi bor akalar. Qo'ylar juda ham sog'lom. Hurmatli tomoshabinlar, keyingi partiyamizga akalar bir-biridan go'zal qo'ylarimizni juda velakanlaridan akalar bular ham. O'zi videodamda ko'rgan odam akalar qo'yni biladi akalar. Nimaga desalaring, mana bu qo'yda akalar suyagiga ham bitta ahamiyat berib qo'ying akalar. Suyaklari ham yirigidan. Hammasini quyruqlari ochiq akalar. Toza hisorat, toza. Buni soni. Bular 14 boshqa. 14 ta. Bular ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz, nah bo'g'oz. Yerlar tashab qolibdi ko'p-a? Yerlar tashyapti. Bola boqqani yo'q-a buning ichida? Yo'q, bular bola boqqani yo'q. Mana akalar yuzlariga, garbonoslariga ham bitta ahamiyat berib qo'ying qo'ylarni. Uzunligi ham, toni ham chiroyli akalar, oyoq qo'li baquvvat. Nechta buni soni? Bular 14 bosh. Buni akalar misol uchun qo'ydi chiqqandan keyin buni ko'p maqtash kerak yo'q. O'z qo'ylar o'zini o'zi maqtasin akalar. To'g'risini aytganda-da. Mana 14 taringiz buni? 14 bosh, ha. Yosh qanaqa bo'ladi Tursun aka? Yoshi bular 4 6 ish. 4 6 variantlaridan akalar mana. Xudo xolasa buni ham obunachilarimizga yengil qilib beramiz-a, Xudo xolasa, endi hammasi yengil ketyapti. Lekin qo'ylar yaxshi. Qo'yga qarab, ey. Qo'yga nisbatan akalar narxlarni arzonroq qilib beriladi akalar. Tepasiga kelib bitta ko'rgan odam akalar ishqiboz bo'ladi mana shu qo'ylarga. Xudo xolasa qo'ylarimiz bo'ylari ham 85. O'lchab ko'ramiz, ushlanglarchi. Realni bo'lsin, ushlang bitta ham. O'lchab ko'ramiz. Ushlanglar. Azbi ushlang. Mana Bismillahirrohmanirrohim. ko'kidan ekanlar. Ko'kidan qorasini o'lchab Yana ko'ramiz. bitta ishlaysizlar. Mana yelkaroq ekan. 90 ga yaqin ekan bu 85. Ichini ko'rsatib qo'ying. 4 ekan. Ushla yana bitta. Ushlanglar bittasini yana. Liboyini ushla, liboyini. Mana shu oxirida qo'ydi ushla. Apga. Bu hammasi birday. Buni past baland yo'q. Birday qo'y bu. Qani Bismillahirrohmanirrohim. 85 sm. 85 plus qolishaveradi. 85 plus. Qo'ylarda yosh qanaqa dedingiz buni? Yosh 4 6 ish. 4 6. Mana shu hozir qo'yib bergan qo'yimiz 6 ish. Rasa ochilganda qo'ylar 6 6 rasa topida qo'ylar. Chunki akalar o'tkazib bitta akamiz ham 4 6 qo'y ochilgan bo'ladi. To'g'ri aytyapsizlar deb yozibdilar. Rasa akalar bolani
yaxshi, kuchli beradigan paytga kelgan akalar. Chunki qo'zidan ko'ra, birinchi boladan ko'ra mana bu ikkita tuqqan bolalar akalar yaxshi bo'ladi akalar. Bitta, ikkita tuqqan qo'y ochiladi akalar. Buni qancha deymiz Tursun aka? Bular 6 million so'mdan bir joyda, inim. 6dan. 6dan bir joyda. Ozmoz kamini ham qilib beramiz. Ha, va kelishamiz-da, inim. Kelishadigan joyi bor. Hammasi bir joyda odamga kelishadi. Endi hurmatli obunachilar, misol uchun buni telefon qilsalaring o'zlari bilan bemalol savdo xotirjam savdo bo'laveradi. Qo'y yoqdimi, ish bitadi. Ish bitadi. Ish bitib kelyapti, bitadi. Qo'yni yoqtirsalar akalar, pulidan muammo emas. Endi puli ham nima endi qancha bo'ladi akalar, o'tib kelishtirib, ikkita tomonning roziligi bilan baraka bo'ladi akalar. Barakada ish ketdi aka, xudo xolasa. Qo'ylar akalar narx sifat to'g'ri kelsa aloqaga chiqib qolasizlar. Buni yakkalabga nima deymiz Tursun aka? Yakkalabga ham kelishamiz, endi. Telefon qilsa bo'ldi, ha? Telefon qilsa bo'ldi, kelishamiz. Telefon qilsalar akalar bitta olasizmi, ikkita olasizmi? Xolosa Dastavkalarni qilib yetkazib beriladi akalar, xudo xolasa. kelishib kelyapmiz, kelishamiz. Mana qo'ylar akalar. Har bittasini ko'ring, badani ham zo'r ekanda, toni ham svetli ekanda, yaxshi qo'y ekan lekin. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqib qolasiz akalar. Bundan keyingi partiyamizga pul yengilroqlarimi? Pul yengilroq sariq variantlar. Keyingilarni ko'ramiz akalar bo'lmasa. Hurmatli tomoshabinlar, oxirgi partiyamizga akalar pul arzon variantlaridan so'ragan akalamizga, xudo xolasa, bular ham bo'g'azmi Tursun aka? Ha, bular ham bo'g'az, bitta bola boqqani bor bunda ham. Bitta bola boqqan. Nechta soni buni? Bu 7 bosh. 7 dan 6 ta bo'g'az, bitta bola boqqani bor akalar. Mana o'zi yilidan bilsirangan bo'ladi akalar. Mana shu. Mana shu qo'yimiz bola boqqanlar. Hop, yosh qanaqa bo'lardi? Yoshi bular ham 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish variantlarmi lekin. Bo'y bastlari ham o'sha 85 plus minusga. Endi 80 dan balandda akalar. O'lchab ko'raylikmi? O'lchab ushlachi. Bittatasini ushlab. Ikkita ushlab, sen ham kelgin, ey. Ash qo'ydi ushlab chiqib ketgan qo'ydi. Uni ham o'lchaylik, shunday o'rtasini olamiz-da. Ha, bu eng o'chasiga Ha, bu eng o'lchasi. Qo'y yo'q bo'lyapti. Mayli, yo'sin. 85 atrofida ekan. Apga, faqat. Ha, jasadi katta qo'ygan. Ap chiqdi. Yani var. Rangiga ham ahamiyat berib qo'yasiz aka. Ranglari ham toza ekan. Novot rangda, novot rangda. 80 to'g'ri. 80 sm ekan. Qo'yver. 80 sm 80 pinis qolish o, eng paka narsa. Qancha deymiz endi bular Tursun aka? Bular 5 million 200 ming so'mdan bo'ladi. 5 million 200 ming so'mdan. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, telefon qilsalaring, narx sifat yoqqan bo'lsa, kelishiladi akalar. Aytgan bo'lmaydi. Yana bir qaytarib aytamiz. Akalar buni savdosini qilib oling telefon qilib. Ha, savdoni bemalol. Xotirjam savdo qilib olasiz. Xudo xolasa, savdosini qilsalaring, Tursun aka ish bitirib berasizlar Tursun aka. Ish bityapti, endi bitiramiz. Xudo xolasa, lekin hurmatli obunachilar, telefon qilsalaring ish bitadi akalar. Hop, manzillarimiz sizlarga bir qator eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i akalar. Bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi imkonlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.